Bir narsani aytayin, o'zi ijtimoiy tarmoqlarda shunaqangi uslub bor, sal tanilgan odamlarga tashlansa, sakrasa taniladi degan shunaqangi harakat bor. Endi biz buni o'z hayotimizda ko'rib, anaqa qilib yurgan edik. Hozir e'tibor bersanglar, bu Ahad Xudoyorov degan ukamiz bor. Sport bo'yicha, bodybuilding masalasi bo'yicha va nazariyalari, xalqimizga, yoshlarga motivatsiya berish masalasida juda ko'p yaxshi ishlarni qiladi. O'qimishli, mulohazali, qadriyatiga og'liq, shunaqa yaxshi inson. Shu odamning atrofida ancha gap aylanyapti. Ko'ryapsizlarmi? Mana endi ba'zi lentalarda chiqib qolyapti-da. Birlikda odamlar unga tashlanyapti. Masxara qilyapti, xuddi anaqa qilyapti, uni kalaka qilyapti. Og'ziga kelgan narsani gapiryapti. Yaxshilab kuzatsangiz, o'sha Ahad Xudoyorovni erishgan yutuqlariga erisholmagani uchun bir ma'noda hasad, bir ma'noda shunaqangi bir mashhur odamlarga tashlasa mashhur bo'ladi degan g'oya bilan Ahad Xudoyorovga shunaqangi narsalarni kirishyapti. Bu bir misol, bu hamma joyda bor. Shunga o'xshagan ish qiladiganlar, shunga o'xshagan birovning obro'sidan foydalanib, birovni nomidan foydalanib, o'shanga tosh otsa, o'shanga sakrasa, bir mashhur bo'ladi degan bir xayol bor. Lekin bilmaydiki, tog'ga otilgan tosh qaytib kelib o'zini boshiga tushadi. Shamolga qarab, osmonga qarab tupursangiz, tupuringiz yuzingizga qaytib tushadi. O'shaning uchun siz o'zingiz erishing. O'sha yutuqlarga o'zingiz erishing. Birovni yutuqlarini ustidan kalaka qilib, birovni yutuqlarini hasad bilan ko'rolmasdan gapirib, bir narsaga erishaman demang. Bu yaxshilikka bo'lmaydi.